bunday ajoyib kun, yangilanish, yaxshilanish, eng zo'r bayramimiz bo'lmish Navro'z ayyomi bilan chin ko'ngildan muborakbod etamiz. Qolaversa, hozirgi dasturimizda eng ajoyib xushovoz xonandamiz Habibulla o'zlarini ajoyib qo'shiqlari bilan davramizni bezatib beradilar degan umiddamiz. Bayram kayfiyatlarimizni tumanimizda yaxshiladik. Bayram gazetasi bo'lib o'tmoqda. Munosabetimiz Abdulla bilan birgalikda xizmatda bo'lamiz. Xudo xolasa, bu baho mirasida barchaga bayram muborak bo'lsin. Bugun 20-mart xalqimiz sayl qilyapti. Saylga Varaxshi madaniyat aholi dam olish markazi to'garak a'zolari, jamoa a'zolari, butun kollektivimiz qatnashyapti. Mana shular orasida Habibullajon ukamiz ham o'zining qo'shiqlari bilan xalqimizga tanlab kelyapti. Bu saylga mana bugun o'zining yangi qo'shiqlari bilan ishtirok qilyapti. Bu bayramimiz hammaga muborak bo'lsin. Bundan keyingi ishlariga omad va zafarlar tilaymiz. Doimiz xalqimiz sog' bo'lsin, bunaqa saylarni ko'pini ko'raylik. Assalomu alaykum. Mana qadrli tomoshabinlar, yana bugun Buxoro viloyat Peshku tumanida aziz qo'shiqchimiz Abdulla Hamroyevni yana bir konsert dasturiga yig'ilganmiz. Miriqib, maza qilib, chiroyli kayfiyat bilan tomosha qilishingizni so'raymiz. Marhamat. Studiyasi mahsuloti. Yo'llarimiz bo'lmasdi ayron, ko'zimga yosh to'lmasdi aslo. Bugun balki qolmasim tanho, sen ham mendek sevolganingda. Sevgi balki bo'lmasdi armon, izlamasim dardimga darmon. Baxtga to'lib yashardim har on, sen ham mendek sevolganingda. Qara bugun yo'limiz boshqa, ne kunlarni solding bu boshga. Peshonamni urmasdim toshga, sen ham mendek sevolganingda. Qara bugun yo'limiz boshqa, ne kunlarni solding bu boshga. Peshonamni urmasdim toshga, sen ham mendek sevolganingda. Endi menga hijrondur hamdam, tilingdan dil izlaydi malham. Niyat bekni yengmasdi dard ham, sen ham mendek sevolganingda. Endi menga hijrondur hamdam, tilingdan dil izlaydi malham. Habibbekni yengmasdi dard ham,
qara bugün yolumuz boshqa